Alo, tez yordammi? Men nimaga qimirlamayapman? Nafas olmayapti, og'zidan ko'pik kelyapti. Tez yordam kimga? To'xtang aka, biz o'zimiz yetib boramiz. Xo'pmi, kelib o'tirmanglar. Bo'pti. Ko'tar, aka. Qaqa ko'taradi. Soppa sog'ing. O'rgan bo'lishi mumkin emas. Iltimos, Bular nimaga polisiga olib keldingiz? Kimdir menga tushuntirib beradimi? Aka! Vrachga, menga tushuntirib ber. Nimaga unaqa qilading? Ey, tushuntirib berdim senga. Nimaga unaqa qildi? Hey! Son, voy, nimaga mendan jirkan vossanlar? Hey, suvnimaga qaynoq kuydiryapti. Siz kimlari bo'lasiz? Akasiman dolma. Ha, Alloh rahmat qilsin. Mabodo qarindosh urug', oshna og'ayni, qo'ni qo'shnilar ichida oldi berdilari bo'lsa, omonatlari bo'lsa, guvoh isbotlari bilan, hujjat bilan so'rab kelishsa, ado qilasiz. Tushunmadim. Bir savolim bor edi. Domla, ukam shu adashib bir narsa chakib yuragi to'xtab qolibdi-da. Savol javob qanaqa bo'ladi? Alloh rahmat qilsin. Nima? Endi Xudoga havola. Savol javoblar ozgina og'ir bo'ladi. Xudo sabr bersin. To'xtanglar, kimdir meni eshitsa iltimos. Kimdir eshitadimi yo'qmi? To'xtanglar. O'rganim yo'q-ku. Hey! Yaqinlari kim? Men akasiman. Teksan teskari bo'lib, uni yonidan kiraverasiz. Qabr ko'lanishi og'ir bo'ldi. Biror narsa bo'lsa ichkarida ko'rsam aytarsiz. Bir nega qiyin bo'ladi ko'rishga? Mahkam. Yo'q, kirmayman qabrga. Kirmayman. Yo'q, aka to'xta. Boshlardan ke. Nimaga bu yer qorong'i? Qorong'idan qo'rqaman. Aka, tashlab ketmayapti, o'tanaman. Aka, Men rozi bo'l, ukam. nimaga rozi bo'l. Aka, Savol javobini olsam bo'lsin, ukam. o'tinib so'rayman. Meni tashlab ketmayapti. To'xtanglar, iltimos. Eshtinglar mani. Qo'rqib ketyapman. Aka, to'xtang. To'xtang. Eshtinglar odamlar mani. Eshitasizlarmi yo'qmi? To'xtang, yo'q. Qorong'ilashib ketyapti, yo'q. Tinchlikmi? Yomon ish ko'rdingmi? Men hamdan bitta tortib oldim tabletkadan keyin. Ash zo'r ketadi. Kerak emas.